Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oson, tez hamda mazali bo'lgan lavash rollari tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni tovuq go'shtlarini suyaklaridan ajratib olishdan boshlaymiz. Biz tovuq oyoqlaridan foydalanishga qaror qildik. Siz o'z xohishingizga qarab tovuq filesidan foydalansangiz ham bo'ladi. To'g'ralgan tovuq go'shtlarini tovaga 50 mg yog' qo'yib, 2 qoshiq soya hamda tabga ko'ra ziravorlar bilan yaxshilab qovurib olamiz va ustini yopib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Tovuqimiz tayyor bo'lgungacha 2 tuxumni tuz bilan yaxshilab aralashtirib omlet qilib olamiz. Pishib chiqqan tovuq ustiga tabga ko'ra o'zingiz xohishingizga qarab sous solsangiz bo'ladi. Idishimizga ketchup hamda mayonez solib yaxshilab aralashtirib sous tayyorlaymiz hamda pomidor, bodring, aysberg salat bargi hamda omletni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Endi lavashimizni yig'ib olamiz. Birinchi bo'lib tayyor lavash xamiri ustiga sous, pomidor, omlet, tovuq go'shti, bodring hamda aysberg solib videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Tayyor lavash rollarimiz ustiga tuxum surib, duxovkaga 15 daqiqaga yuboramiz. Mana rollarimiz ham pishib chiqdi. Ta'miga kap bo'lishi mumkin emas. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang hamda do'stingizga yuborib qo'ying.